Assalomu alaykum aka-ukalar, aziz vatandoshlar, to'g'onlar. Moskva Shimkent, Moskva do'stligi. Aka-ukalar, Qirg'izistonga ketmoqchi bo'lgan aziz vatandoshlar. Shimkent, O'sh do'stlikkacha boradi aka-ukalar. Tamojniy O'zbekiston do'stlikkacha через Qirg'iziston. Bishkek, O'sh Qirg'izistonga ketmoqchi bo'lgan aziz to'g'onlar bemalol nomerlarga chala olasizlar, zvonda qilib olasizlar. Ofitsialda nomerlarni yozib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Tanlovda adashmanglar. Narxlari 5000 rubl. Qirg'izistonga 5000 rubl, 5000 rubl. To'g'onlar avtobus ideal holatda. Bagajlar 40 kilo, 50 kilo besplatniy ketadi. Mana ichki salonlarni ham ko'rsatib qo'yamiz. To'g'onlar mixti. Joylari, mestolar xarosh. Konditsionerlar ishlab jotir. Konditsionerlar ishlaydi. Aka-ukalar Qirg'izistonga O'sh, Bishkek ketmoqchi bo'lgan to'g'onlar bemalol zvonda qilib olasizlar. Ofitsialda nomerlarni yozib qo'yamiz. 5000 rubl на дорога проезд. Вот. Avtobus ideal. Bemalol zvonda qilib olasizlar. Ofitsialda nomerlarimiz, ekranda nomerlarimizni yozib qo'yamiz. Bemalol zvonda qilib kelaverasizlar aka-ukalar. Metro Katerni, metro Shoukovskiy. Ближайший stoyankamiz bor. Bemalol zvon qilaverasizlar. Tanlovda adashmanglar. Like, podpisa bosishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.